Tixa. Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar, musofirda yurgan aka-ukalar, parvoz aka-ukalar, hammangiz sog'likmi? Oilalar tinchmi? Bardam boqyapmisiz? Xo'rozlar zo'rmi, jallimi? Jalli bo'laversin, chempion bo'lib yursin. Birgalikda aka-ukalar. Bugun mana shu ikkita doridan jo'jalarimni ichkizib yuboraman. Birinchi partiya jo'jalarim 6-martda chiqqan. İkinci partiye bir daha 10 tane arasında 16-martda çıkan xullas 10 kunlik razisası bar cücelerge içkizib yuboraman. Bundan yarım tabletga içkizib yuboraman. Az tayyorlab bo'lib qo'yibman. Endi bu D vitamini D3. Bu mesela parandalarda şu suyak sürüşü, suyak o'sishi, parandalarin o'sishida qatnashadi. Şu parandalarda şu modda makro mikro elementler yetişmevçiliği boyunca ayak şalligini aldığını aladı. Bunda ham bu ko'proq 20'den ziyade makro mikro minerallar, makro elementler, mikro elementler var, vitaminler var. Vitamin bu 12, vitamin D3 bunda ham var. Xullas kelam bu yaylovda yurganni quvvatini beradi. Hozir ben de yaylovda chegaralab turibman. Beda zorim bor. Endi bedaga yuborsam bedani payqon qilib tashlaydi. Shuning uchun ozgina chop berib turibman. Yaylovga kamroq qo'yib turibman. Shuning uchun ichkizib yuboraman. İçkizish jarayonida maslahatlarimizni berib o'tamiz. Aka-ukalar, endi ko'p odam bu tabletni ichirishni ham so'raydi-da, qanday ichiramiz? Ansat yo'li mana mesela og'zini ochasiz, barmog'ingizni tiqasiz mana. Barmog'ingizni tiqasiz, o'sha nima qiladi. Bitta yarim tabletkani tashladi. D3'ten satsondan bitta tashladi. Bu kobra bo'ladi, mekanimiz. Zat Shamu. Lakabı Kobra. Bu ham şu zattan bu xo'roz. Aka-ukalar. Kobra bu ham. Zat Shamu. Shunday ochamiz, barmog'imizni tiqamiz. Bo'ldi, shu. Yarım tabletga ketdi D3'dan. Yarım tabletga ketdi Satsondan. Uzatib yuborsak o'zi yutib yuboraveradi. Bu jo'jamiz ham Kobra, Shamu, xo'roz jo'ja, laqabi Kobra. Dur. D3'ten bir tabletga ketdi. Yarım tabletga, Satsondan yarım tabletga. Ukalar. Bu ham Kobra, bu mekan. Ukalar mı? Laqabi Shamu. Yarım tabletga D3 ketdi. Yarım tabletga Satson ketdi. Shu. Bu ham Kobra aka-ukalar, mekan. Endi bundayda kasallikni davolagandan ko'ra oldini olish kerakda aka-ukalar. Ko'p odam mana shu narsalarni jo'jalarimiz yiqilib, oyoqdan qolgandan keyin harakatga tushadi-da. Mesela yura olmay qoldi, oyoq shol bo'lib qoldi Farhod aka. Yo'q, kasallikni davolagandan ko'ra buni oldini olish kerak. Masalan, mana shu narsalarni yaylovga qo'ymadingizmi? D vitamini nimada veterinar aptekada trikalsiy deganlari bor. Ana shulardan berib turish kerak. Aka-ukalar, shu Shamu. Mana basharalari.
Kül Şamı o'ta baquvvat xo'roz. 6 martda chiqqan. Mart, aprel, may. Hali 3 oy bo'lmadi xullas. Bu zoti Şamo, Kül Şamo, laqabi general. Dur. Mesela çarvayarı. Yarım tabletga D3 ketdi. Yarım tabletga Satson. Endi buni ichkizishim 3-chi kunimi, 4-chi kuni. Prosta endi bir kunini bir syomka qilib ketmanda. Bu ham Kül Şamo. Bu ham laqabi general. Haligi oldin ko'rsatgan go'jamizni şu 10 kunlik keyin chiqqan varianti bu. Laqabi general. Dur. Yarım tabletga D3 ketdi. Yarım tabletga Satson ketdi. Iki ukalar. Bu ham Şamo mekan. Bu ham kül. Kül nimasi bor. Xullas buni ham laqabi general. Laqabi general zoti Şamo. Aka ukalar. Aka ukalar, bu ham Şamo, laqabi general. Dur. Güzel. Aka bu ham Şamo, laqabi general. Ey, su qo'ysa. Yani şu videomun blokka tushmasa bo'ldi, parandalar ko'p tushkiraverdi. Shunday hollarda blokka tushib qoladi-da aka-ukalar. Hozir bu yoqda nokautchimiz ichine sig'mayapti, uni ko'rsatib yuboraman. Nokautchimizni 2 marta o'ynadik aka-ukalar. Bitta o'ynaganini Telegramga tashlab qo'yibman, bitta tepishga. İkinci o'yinida bitta bratishkamiz bilan yuvardik. Xullas, yuvargandan nokaut qildi. Xo'roziga yopishdi, videoga tushib qoldi. O'zi ham tushib qoldi-da videoga. Keyin iltimos qildi, Farhod aka, shu tarqalib ketmasin internetda chiqarmang dedi. Bo'ldim aytdim, o'zim uchun saqlab qo'yaman, chiqarmayman desam ham Tiqa. Öt. Cücere uşuyor. İşanmasdan öçirip gitti video aka-ukalar. Xudo xolasa endi buni kuzda nimada o'ynaymiz? Bu ichkarida davrada yutganlari u 1 yutdi, 2 yutdi, men hisoblamayman aka-ukalar. Men uchun konkretni yutib yurgan xo'rozlarni davrada yutsa, ana shu songa kiradi. Aka-ukalar, nokautchimiz. Uzoqroq, uzoqroq. Kaç.
Bu yoqda Tyson tuttu. Demek yanmına. Akalar, ukalar. Endi chiqishimizdan maqsad bu aka-ukalarimiz shu tushunmagan, bilmagan narsalarni o'rganib olsin degan maqsadda nima qilamizda? Xullas. Kimga bo'lsa tomosha, kimga bo'lsa maslahat, nima qilaverasizlar? Like'larni kutib qolamiz aka-ukalar. Kichkinakkina mehnatlarimizni qadrlagan holda like'larni bosib tashlasangizlar. Sotiladigan jo'jalardan ko'rsatib bering spotda, bahonada. Mana aka-ukalar, sotiladigan jo'jalar. Mana. Hozir hammasini bir joyga to'plab tushiraman. Rasmda yaqinlashtirib belgilab rasmini yuboraversangiz bo'ladi. Mana. Bu joyda turmay turibdi bular, hammasi bir ekanmay turibdi. Pulini ham aytaman, yashiradigan sekretim yo'q. 300 ming so'mdan chiqarib beraman aka-ukalar. Dastlabkasi o'zingizdan. 3 ta qora makanim bor, haligi nokaut jo'jani hamtana makonlaridan chiqqan. Otasi Hanjarni bolasi. Uni ham ko'p kuzatgansizlar internetda, Zalotski. Xullas kalam, mana shunday gaplar. 300 ming so'mdan chiqarib beraman, dastlabkangiz o'zingizdan bo'ladi. Dastlabki puli masalan endi u qiziqadigan odamlar uchun Toshkentga 200 ming so'm bilan chiqib turibdi aka-ukalar. Salonda konditsionerda ketadi. Endi bundan keyin salonda konditsionersiz yuvarib bo'lmaydi. Kecha ham bir 2 ta 3 ta jo'ja chiqarib yubordim 200 ming so'mdan taqsila. Toshkentga, Namanganga chiqardim jo'ja, Farg'ona. O'zlarimizni doimiy kuzatadigan muxlislarimiz olib turibdi. Namangan, Farg'ona chiqdi, o'zlarimizni Urganch, o'zlarimiz qishloqlardan xudo xolasa kuzda yaxshi havollarni kutib qolamiz, xudo xolasa. Zo'r havollar keladi hali. Yangiliklar. Hamma yerlardan xudo xolasa. Hali 1 yil bo'ldi, hali chiqargan jo'jalarimiz hali urishadigan yoshga yetmadi. O'tgan yil sotgan, bir kamroq jo'ja sotganmiz. Ulardan havollar keldi. Yaxshi havollar. Aka-ukalar, mana hammasini tushirib oldim. Yaqinlashtirib rasmga nima deb jo'nataverasiz. Aka-ukalar, mana shunaqa gaplar. Endi yana bitta narsa. Sotiladigan quyonlar ham bor-da. Mana shulardan bir ko'rsating. Bitta ikkita endi undan ham sotilib turibdi. Sotishimiz kerak. Nimaga? Sababi ko'payib ketdi, вообще. Menga ko'pisi kerakmidi? 70 dan oshib ketdi-da quyonlar. Mana aka-ukalar, har kletkamizda masalan 10 dan turibdi. Telefon nomerlarida pastdagi rozman keyandan kirib ketdi to'shlarga. Bu yerda pastda ham bir 30-40 suv yutdi. Aka-ukalar, buni ham pulni aytaman, yashiradigan narsam yo'q. 30 ming so'mdan chiqarib beraman. Mana quyonlar. Zakonniy narsalar. Hozir bu yerda sal nara qilib turibdi, qarangroq qilib. Endi videoda ozgina kattaroq ko'rsanadi. Ukalar, mana shunaqa gaplar 30 ming so'mdan naq
ana size zakonniy baho. Masalan dastlabki puli bo'lsa, masalan qayerdan bo'lsangiz ham dastlabki pulini tashab bersangiz bo'ladi. Dastlabki o'zingizdan bo'ladi, aka-ukalar. Bugungi mana shunaqa gaplar. Aka-ukalar, sog' salomat bo'lasizlar. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonat sizlar.